Biroz yoqimsiz. Xuddi og'zingda perforator ishlab turgandek bo'ladi. Men Hamid Sodiqman, pedagog, huquqshunos, siyosatshunos. Tishsiz yurmaganman, protez bo'lgan ma'lum bir vaqtda yoki bo'lmasa o'sha tishni davolatib turli xil most bilan, boshqa nimalar bilan yurgan vaqtlarimiz bo'ldi, lekin uzoq muddatli sifatli emas edi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p stomatologlarni kuzatdim desa bo'ladi, lekin menda amaliyot bor edi-da. Bir nechta stomatologga borish bilan bog'liq. Implant qo'yish masalasi ham iqtisodiy jihatdan, ham umuman bu jarayonning qandaydir murakkabligi bilan bog'liq xavotir ham bo'lgan menda. Qaror qilmaganman-da. Iloji boricha oddiyroq davolash usullaridan foydalanish kerak deb o'ylaganman, lekin bu oxir-oqibat mana shunga olib keldi baribir. Tishda davolatish shunday narsa ekanki, kichkinagina kamchilik ham keyinchalik tishingni yo'qotilishiga olib keladi. Implant qo'yilayotganda og'riq bo'lmadi. Baribir bu bilasizmi nima? Biroz yoqimsiz. Xuddi og'zingda perforator ishlab turgandek bo'ladi. Busiz iloji yo'q, chunki suyak teshish kerak, uni tushunsa bo'ladi. Sherzod, Azamat aka bir-birini yaxshi tushunadi. Bu yigitlar samimiy yigitlar, eng asosiysi o'zining ishini yaxshi ko'radi. Sherzod bilan gaplashib ketganimdan keyin buni solishtirib ko'rish uchun boshqa joyga borish yo'q. Unaqa narsa yo'q. Masalan, boshqalardan so'rash yomon joyi yo'q. So'rash kerak. Siz qanchadan qo'yasiz? Bular bunaqa deyapti. Taniysizmi bu stomatologni? Stomatologlar ichida obro'yi qanday degan narsalar bo'lish kerak. Lekin men bunaqa qilmadim. Bu yerdagi personalni ko'rdim, baribir odamni starasi bo'ladi, suhbatlashasan. Mana shu narsalarning o'zi yetarli bo'ldi menga. Eng birinchisi bu o'z sohasini tushunadigan yosh mutaxassislar. Bu juda ham muhim. Chet eldan kelib ham davolanayotganlar bor. Bu degani Yevropadan kelib davolanayotganlar bor, jahon standartlari darajasida. Ikkinchisi, ya'ni ishning tashkil qilinganligi. Seni kutib olishingdan tortib, vaqtingning qadrigacha boshqa hammasi, muomala ham bor bu yerda. Ko'p stomatologiyalarda borganingda ko'p kutib olishing mumkin. Men bu yerda uzog'i bilan 5 daqiqa. Stomatolog stoligacha borib o'tirganingcha hamma jarayon o'ylangan va yaxshi tashkil qilingan. Uchinchisi, eng zamonaviy texnikalarning mavjudligi. Qo'rquv keyinchalik mas'uliyatni olib keladi-da. Qo'rqmay kelib qo'ydirib ketadigan bo'lsang, dorisini ichmaydi keyin u. Shundoq ham bo'laveradi. Dori ichmasangiz bo'lmaydi. Belgilangan ukol bo'ladimi, og'iz chayish kerak bo'ladi. Qo'rquvni olib tashlashni maslahat bermaslik kerak. Qo'rquv bilan kelsin, chunki qo'rquv bilan kelgan odam mas'uliyatni zimmasiga oladi. Lekin qo'rquv bu ma'lum bir narsalarni tahlil qilishga ham yordam berishi kerak. Implant qo'ydirgan paytda implantning mustahkamligini shundoq bilsangiz bo'ladi, qanday turganligini. Implant juda mustahkam turgandi. Implant qo'yilgandan keyin 10 kundan keyin vaqtinchalik koronkalar qo'yildi va jag' tishlarim ko'pchiligi yo'qligi uchun agar buni qo'ydirmasak chaynash imkoniyati bo'lmasdi. Vaqtinchalik koronkalar qo'yilgan paytda implant bilan bog'liq muammo bo'lmadi. Chaynayotgan paytda har xil ovqat yeb ko'rdik. Qandaydir uni qamirlab ketishi bilan bog'liq yoki og'riq hosil bo'lishi bilan bog'liq muammolar vujudga kelmadi. Doimiy koronkalarni o'sha aytilgan muddatda 1-noyabrda qo'ydirgan bo'lsam, implantlarni roporosi 3 oy deganda kelishuvda shartnomada qanday bo'ladigan bo'lsa, 3 oydan